Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozu Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2021 yılı 10. ayının 6. günü. Tünüge 10. ayının 1. günü depti ve keçirinli vatandaşlar, keçirinler. 10. ayının 6. günü. Bugünkü vaziyetin gep asak hürmetli vatandaşım tünügilletin İstiqlal TV sizlerge haber kıldı. Avrupa'da bir nefer Xitay sakçı Azər Uyg'uristonda qo'l qilish, Uyg'uristonni nazarband qilish, Uyg'uristonda yosh demay, qari demay, ayol demay, er demay, bütün Uyg'urlar zo'ravonlik bilan muomala qilish, turmalarda jazolash, qiyin qistaqalash bu to'g'rida xabarni sizlarga yetkazdi. Ben bugün başka xabarni tanlab çıktım. Sizler onundan xabar tapdinglar vatandaşım. Yani vaqt qarab turib men mi so'zlashim mumkin. Endi ikkinchi xabar vatandaş hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan bugunlatin deylik Jungo'nun diplomatiya vaziri yoki diplomatiya ishlariga mas'ul Yang Jiechi hozir Shveysariyaning Syurix shahrida suhbat o'tkazyapti. Bu suhbatning natijasi to'g'risida natijasi yetib kelganda sizlarga yetkazamiz hurmatli vatandosh. Ondan bugun yana bir vaziyat shuning diqqat qilingki vatandoshim, xos xabar. Xenda krizisi to'xtajash kichon kulrang suv qalasi Jungoga qarab yopirilib kelyapti. Amerika, Angliya, Yaponiya, 6 davlat birlashma harbiy manbiri undash xanjari Jungoga qaratildimi? Jungoning vatanparvar kino filmi ekranga chiqdi. Jang Chun-ho degan vatanparvar kino filmi ekranga chiqdi. Ozodlik armiya Tayvanni ozod qilamdi. Pulga qaraydigan yillar yutib. 10. ayının 6. günü. Muşu vaziyet 3 noktadaki vaziyet. Endi sizlerge tepsili haberlerinin mavzusudan başlap leksiyani sözleyimiz vatandaşlar. Mavzumunda vatandaşım. Prezident Joe Biden Xi Jinping bilan Tayvan to'g'risida so'zlashdik. İki taraf Tayvan kelishimiga amal qilishga qo'shildik deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 10. ayning 6. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Oqsaroy, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden 10. ayning 5. kuni mundoq ko'rsatdi. Men Jungoning raisi Xi Jinping bilan telefonda so'zlashganda 9. ayının 9. günü esingizde bo'lsa vatandaş telefonda so'zlashganda Tayvan masalasi to'g'risida so'zlashdik. Ular yana Jungoliklar Tayvan kelishimiga amal qilishga qo'shildi. Prezident Joe Biden Oqsaroyning Gullik bog'chisida muxbirlarning Tayvan masalasi to'g'risida qo'ygan savollariga javob berdi. Prezident Joe Biden mundoq ko'rsatdi. Men Xi Jinping bilan Tayvan to'g'risida suhbatlashdim. Biz Tayvan kelishimiga amal qilishga qo'shildik. Bizning ahvolimiz ana shundoq. Men uningga aniq isbotlab berdim. Men Xi Jinping boshqa ish qilmaydi. Faqat kelishimga amal qildi deb hisoblayman. Bu yerda Prezident Joe Biden'ning ko'zda tutqani ikki rahbarning buningdan burun telefon suhbati bo'lsa kerak. Prezident Joe Biden bilan rais Xi Jinping yaqinda 9. ayning 9. kuni telefonda 90 minut so'zlashgan edi. Prezident Joe Biden Tayvan kelishimi degan zodi qandoq kelishim? Bu to'g'rida aniq bir ko'rsatma bermadi. Amerika ovozining muxbiri bu to'g'rida Oqsaroy davlat bexatarligi komitetiga telefon berib savol qo'ydi.
Devlet Bexatarlığı Komiteti Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi Ned Price'ning 10 ayning 3 kuni e'lon qilgan bayonoti bilan ta'minladi. O bayonotda mundaq ko'rsatilgan: Amerika Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining Tayvanning atrofida harbiy ig'vogarchilik faoliyatlarini elib berishiga qattiq diqqat qilamiz. Mundaq harakatlar davolg'osh paydo qiladi. Xato hukm qilish xatari bor. Balki bu rayonning tinchligi va muqimligiga ziyon yetkazadi. Bu bayonotda yana mundaq ko'rsatilgan edi. 10 ayning 3 kunidagi Ned Price'ning bayonoti. İki devlet o'rtasidagi 3 parcha axborot. Konu zaman kettiga qarab turing. 3 parcha axborot Tayvan munosabatlari qonuni va 6 turli kapolatnomada tilga ilingan va'dalarda davomli chaqiramiz. Amerika mushu va'dalarda davomli chaqiramiz. Amerikaning Tayvanga bergan va'dasi granat tashdek mustahkam. Bu rayonda tinchlik va muqimlikqa tuhfa qo'shadi. Tayvan harbiy taraf uqtirish qilib mundaq ko'rsatdi. 10 ayning 1 kuni Jungo siyosiy hokimiyat qurgan kun yoki bayram kunidan boshlab, ya'ni bayram kunidan boshlab kechiringlar, 5 kun ichida 149 dona aeroplan qatam Tayvanning havo bo'shlig'iga uchib kirdi. Jungo Azadlik armiyasi 4 kun ichida, 5 kun ichida 149 qatam Tayvan havo tavalligiga uchib kirdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi va Davlat Mudofaa Ministerligi va Oqsaroy Jungoning Tayvanga harbiy, iqtisodiy va diplomatik bosim ishlatganligini tanqid qilib keldi. Davomini anglaysiz leksiyalarning vatandosh.